Assalomu alaykum barchaga, hammalari yaxshilar. Bugun xudo xolasa YouTube kanalidagi 4-video. Biz hozirgi paytda Quvasoy shahrining markazida turibmiz. Ya'ni Hamkorbank oldida. Ya'ni bu Hamkorbank oldida bitta Quvasoy osh markazimiz bor. Ana shuni bugun sizlar bilan batafsil obzor qilamiz. Xo'sh, radnoylar manzil qayerda deyishlari mumkin. Ya'ni Quvasoy shahridagi Hamkorbank yonidagi mana shu Quvasoy osh markazi. Hozircha mana shu yerda xudo xolasa obzor qilamiz sizlar bilan. Aka, somsalaringiz qanchadan? Jupi 25 ming, jupon 8 ming, kattalarim 30 ming, qo'y go'shti 35 ming. Katta somsalari ham bor ekan. Bu Dilshod somsa bu. Ha, ishdaman jon aka, ishda. Oh. Hidlaridan buni. Bo'ldi. Osh kilosi 32 ming ekan mana. Tuxumlari, go'shtlari va no'xatlari bilan. O'zbek akalarimiz osh berishdi, bir yeb ko'raylikchi, mazasiga qanaqa ekan. Endi har bir narsa shu shakar olsiz, achchiqsiz o'tmaydi-da. Bismillah. Haqiqiy to'y oshi. Gap yo'q. Go'shtlari, tuxumlari va no'xatlari bilan zo'r. Bo'ladi. Somsalarni ham yeb ko'raylikchi, bahosini keyin beramiz. Ularda faqat ponli go'shtli somsalar ekan, xolos. Bismillah. Zo'r. Haqiqiy tandir somsa bo'ldi lekin devona. Mana xudo xolasa Quvasoy osh markazini ham obzor qilib bo'ldik. Agar sizlarga osh kerak bo'lsa, dastavka bo'yicha pastdagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Keyin yana bitta shart, agar mana shu videoning tagida kim ko'p kommentariy yozsa, o'shanga bir kilo osh tekinga beriladi. Bitta katta somsa. Katta somsa.